Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat dolzarb, balki hayotiy muhim bir masala haqida gaplashmoqchiman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormang. Chunki bugungi ma'lumotlar har biringizga tegishli bo'lib, to'g'ri harakat qilmasangiz, muhim qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Gap shundaki, pensiya jamg'armasidan muhim ogohlantirish kelib tushdi. Ayrim nafaqaxo'rlar o'z tug'ilgan yilini ma'lum qilishi shart. Aks holda ularning nafaqasiga 20 gacha qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin bo'lgan imkoniyatdan foydalana olmaydilar. Bu qanday o'zgarish, kimga tegishli va eng muhimi, nima qilish kerak? Hozir barchasini batafsil tushuntirib beraman. Videoni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun juda muhim. Zero biz siz uchun doim eng foydali va muhim ma'lumotlarni topishga harakat qilamiz. Asosiy muammo keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Qanday holat bor edi, hozir nima o'zgardi? Oldinlari aksariyat nafaqalar avtomatik tarzda, ya'ni pensiya jamg'armasining ichki ma'lumotlar bazasidagi mavjud ma'lumotlar asosida hisoblanar edi. Bu tizim ko'p hollarda ishchi staji, ish haqi va pensiya yoshiga yetish kabi standart ko'rsatkichlarni o'z ichiga olardi. Biroq shuni ta'kidlash joizki, ayrim alohida toifadagi nafaqaxo'rlar uchun ko'zda tutilgan maxsus imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar har doim ham to'liq hisobga olinmagan. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin edi. Ma'lumotlar bazasidagi eskirgan ma'lumotlar, hujjatlarning yetishmasligi, nafaqaxo'rning o'zi bunday imtiyozlardan bexabar bo'lishi yoki ularni rasmiylashtirish uchun ariza bermaganligi. Masalan, ba'zi bir pensiyaga qo'shimcha ustamalar faqat nafaqaxo'rning o'zi tegishli arizani topshirgandan keyingina belgilanar edi. Bu esa ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun ma'lum bir qiyinchiliklar tug'dirar. Chunki ular ba'zida qonunchilikdagi o'zgarishlar yoki mavjud imtiyozlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasdilar. Endilikda esa pensiya jamg'armasi o'z faoliyatini yanada shaffof va adolatli qilish, shuningdek, barcha nafaqaxo'rlarning qonuniy huquqlarini to'liq ta'minlash maqsadida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu islohotlarning muhim jihatlaridan biri nafaqaxo'rlarning shaxsiy ma'lumotlarini, xususan tug'ilgan yilini yangilash va aniqlashtirish zarurati. Nima uchun aynan tug'ilgan yil? Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar nafaqaxo'rning yoshi bilan bevosita bog'liq. Misol uchun, ma'lum bir yoshga, masalan 75 yosh, 80 yosh va undan kattalar yetgan nafaqaxo'rlar uchun alohida qo'shimcha to'lovlar yoki boshqa ijtimoiy kafolatlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida sizning tug'ilgan yilingiz bilan bog'liq noaniqliklar bo'lsa, ya'ni u eskirgan yoki xato kiritilgan bo'lsa, siz ana shu yoshga bog'liq imtiyozlardan bexabar holda mahrum bo'lishingiz ehtimoli bor. Pensiya jamg'armasi hozirda aniq va dolzarb ma'lumotlar asosida qayta hisob-kitoblar o'tkazishga intilmoqda. Aynan mana shu jarayon doirasida 20% gacha bo'lgan qo'shimcha to'lov masalasi ham ko'tarilmoqda. Bu nafaqat yoshga bog'liq to'lovlar, balki xizmat muddati, nogironlik darajasi yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlari kabi omillarga asoslangan bo'lishi mumkin. Ya'ni pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasidagi shaxsiyligi pensiya miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Agar ilgari sizning ish stajingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa-yu, lekin tug'ilgan yilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya jamg'armasining bu ogohlantirishni to'liq tekshirish uchun qo'shimcha sabab bo'ladi. Muhimi, endi pensiya jamg'armasi nafaqaxo'rlarning o'zidan faol harakat qilishni talab qilmoqda. Ya'ni ma'lumotlarni o'zlari taqdim etishi lozim. Bu yangi tartib nafaqaxo'rlarga adolatliroq va to'liqroq pensiya ta'minotini olish imkonini beradi. Chunki har bir nafaqaxo'rning individual holati to'liq inobatga olinadi. Asosiy qism 1. Batafsil tushuntirish keling. Endi bu vaziyatni chuqurroq ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotir olmasligi mumkin. Bu ogohlantirish birinchi navbatda tug'ilgan yili pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida noto'g'ri, eskirgan yoki umuman mavjud bo'lmagan nafaqaxo'rlarga tegishli. Shuningdek, so'nggi yillarda pasportini yoki boshqa shaxsiy guvohnomasini almashtirgan, ma'lumotlarda o'zgarishlar bo'lgan shaxslar ham e'tiborli bo'lishlari lozim. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birlik. Yoshga bog'liq imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar. Agar siz 75 yaqin yoki undan yuqori yoshdagi nafaqaxo'r bo'lsangiz
lekin hozirgi pensiyangizda bunga tegishli qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmaganiga shubha qilsangiz, siz birinchilardan bo'lib pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Ko'p hollarda ma'lum bir yoshga yetgan nafaqaxo'rlar uchun pensiyaga alohida ustamalar belgilanadi. Bu ustamalar nafaqaxo'rning yoshi oshgani sayin ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida joriy etiladi. Masalan, 60 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga qo'shimcha 500 ming so'm yoki umumiy pensiyaning ma'lum bir foizi miqdorida ustama berilishi mumkin. Agar sizning tug'ilgan yilingiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida noto'g'ri bo'lsa, masalan, siz 1943 yilda tug'ilgan bo'lsangiz, lekin jamg'arma bazasida 1945 yil deb ko'rsatilgan bo'lsa, siz takmil yoshga to'lganda beriladigan ustama 2 yil kechroq olishingiz mumkin. Bu esa 2 yillik ustama mablag'idan mahrum bo'lishingizga olib keladi. Ushbu ustamalar avtomatik tarzda hisoblanishi kerak bo'lsa ham, ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Hujjatlarda ma'lumotlar farqi borlar. Agar sizning pasportingiz yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizda ko'rsatilgan tug'ilgan yil pensiya jamg'armasida mavjud bo'lgan ma'lumotdan farq qilsa, bu siz uchun signal bo'lishi kerak. Ba'zida odamlar yoshligida hujjatlarda kichik xatolar bilan ro'yxatga olingan bo'lishlari mumkin. Masalan, otasining ismi o'rniga bobosining ismi yoki tug'ilgan kun va yil noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Bunga sabab Sovet davrida ma'lumotlarni qo'lda yozish yoki pasport berishda e'tiborsizlik bo'lishi mumkin. Hozirgi raqamlashtirish davrida bunday xatolar tizimda avtomatik tarzda aniqlanishi va pensiya hisob-kitoblariga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zida esa shaxsning o'zi tug'ilgan yili noto'g'ri yozilganligini bilmasdan yillar davomida yashab kelgan bo'ladi. Yaqinda yangi pasport olganlar biometrik pasportga yoki ID kartaga o'tish jarayonida ma'lumotlar yangilangan bo'lishi mumkin. Agar siz bu jarayondan o'tgan bo'lsangiz va ma'lumotlaringiz to'liq yangilanganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, tekshirib ko'rishingiz zarar qilmaydi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi ko'pincha ichki ishlar organlarining ma'lumotlar bazasi bilan avtomatik ravishda sinxronlanadi. Ammo bu har doim ham silliq kechmasligi mumkin. Texnik nosozliklar yoki ma'lumotlarni o'tkazishdagi xatolar tufayli sizning yangilangan ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasiga yetib bormasligi ehtimoli bor. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? 1. Pensiya jamg'armasi bilan yaqinda muloqot qilganlar. Agar siz oxirgi bir necha yil ichida pensiyangizni qayta hisoblatgan bo'lsangiz, biror sababga ko'ra pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan bo'lsangiz yoki yangi pensiya turiga o'tgan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz allaqachon tekshirilgan va yangilangan. Bunday hollarda jamg'arma xodimlari odatda barcha zarur ma'lumotlarni, jumladan tug'ilgan yilingizni ham tasdiqlab oladi. Ya'ni sizning ma'lumotlaringiz yangi talablarga mos keladi. 2. Ma'lumotlar to'liq va aniq bo'lganlar. Agar siz doim o'z hujjatlaringiz tartibda ekanligiga ishonsangiz, pasportingizdagi ma'lumotlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizdagiga to'g'ri kelsa va pensiya tayinlashda hech qanday muammo bo'lmagan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringiz ehtimol to'g'ri. Bunday holatda sizning tug'ilgan yilingiz bo'yicha hech qanday noaniqlik yo'q. Yoshlik bo'yicha qo'shimcha to'lovlardan bexabar bo'lmaganlar. Agar sizga pensiya tayinlangan paytdan boshlab yoshga bog'liq ustamalar agar mavjud bo'lsa, avtomatik tarzda hisoblab kelinganiga ishonchingiz komil bo'lsa, unda sizda muammo bo'lmasligi kerak. Bunday holatda sizning tug'ilgan yilingiz pensiya jamg'armasining ma'lumotlarida aniq kiritilgan bo'ladi. Siz pensiya olishda hech qanday to'siqqa duch kelmagansiz va barcha imtiyozlaringiz to'liq hisobga olingan. Keling, real hayotdan bir misol keltiraylik. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 78 yoshli Xolida aya. U 1945 yil Umdahmayda tug'ilgan, lekin uning eski pensiya daftarida tug'ilgan yili 1947 yil deb noto'g'ri yozilgan. Xolida aya hech qachon bu xatoga e'tibor bermagan. Chunki pensiyasini doimiy ravishda olib kelgan. Hozirgi pensiyasi oyiga 2000 ming so'm. Pensiya jamg'armasining yangi ogohlantirish chiqqandan so'ng uning o'g'li pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, respublikada 70 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga pensiyaning 10% miqdorida, takmil yoshdan oshganlarga esa 20% miqdorida qo'shimcha ustama belgilangan ekan. Xolida aya 75 yoshga yetganida, ya'ni 2020 yilda bu ustamani olish kerak edi. Lekin ma'lumot noto'g'ri bo'lgani sababli unga ustama hisoblanmagan. O'g'li uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini
va yangi pasportini taqdim etdi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni tekshirib, xatolikni tasdiqladi. Natijada Xolda Ayaning pensiyasi 2020 yildan boshlab qayta hisoblab chiqildi. Unga 75 yoshdan tamladim yoshgacha 2020-2025 yillar har oyga 200 million so'm. 2000 million so'mning 17 qo'shimcha hisoblandi. Daqimi yoshga yetganida 2025 yildan keyin esa har oyga daxilni so'm 2000 ming so'mning 20 marta qo'shimcha berila boshlaydi. Shuningdek, unga avvalgi davrlar uchun olinmagan barcha ustamalar, ya'ni 2 yoshdan hozirgi kungacha bo'lgan qo'shimcha 200 ming so'm, 200 ming so'm 6 oy miqdorida mablag' ham to'lab berildi. Bu holat tug'ilgan yilni ma'lumotlar bazasida to'g'rilash qanchalik muhim ekanligini yaqqol ko'rsatadi. Ikkinchi misol, Farg'ona viloyatidan 62 yoshli Akmal aka, uning nafaqasi 1 million ming so'm. Akmal akada hech qanday tug'ilgan yilga oid muammo yo'q, ammo u 1980-1975 yillar oralig'ida uzoq va chekka hududda, masalan Qoraqalpog'istonda ishlagan. O'sha davr uchun qonunchilikda alohida ustamalar yoki koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin edi, chunki u og'ir iqlim sharoitlarida ishlagan, ammo pensiya tayinlashda bu e'tiborga olinmagan. Pensiya jamg'armasining tug'ilgan yilni xabar qiling degan ogohlantirishi ma'lumotlarni yangilashga qaratilgani uchun Akmal aka ham o'z shaxsiy ma'lumotlarini tekshirishga bordi. U o'zining mehnat daftarchasini va o'sha davrdagi ish joyidan, qishloq xo'jaligi korxonasidan ma'lumotnomani olib pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, uzoq hududlarda ishlaganligi sababli uning pensiyasiga 5 punding miqdorida qo'shimcha ustama qo'yilishi kerak ekan. Tug'ilgan yilga aloqador bo'lmasa ham ma'lumotlarni tekshirish jarayonida bu xatolik aniqlandi. Natijada Akmal akaning pensiyasiga oyga 2700 ming so'm, 2800 ming so'mning 15% qo'shimcha to'lanadigan bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, pensiya jamg'armasining bunday chaqiriqlari faqat tug'ilgan yilga emas, balki umuman ma'lumotlarni yangilashga va potensial ustamalarni aniqlashga xizmat qiladi. Sizning holatingizda ham agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida biron bir noto'g'ri ma'lumot tufayli qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmagan bo'lsa, endi buni to'g'rilash imkoniyati paydo bo'ladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoidada bo'lgani kabi bu masalada ham istisnolar, ba'zi tuzoqlar va ko'zdan yashirin nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha sarsongarchilikdan va tushunmovchiliklardan asraydi. Istisnolar va o'ziga xos holatlar. 1. Vafot etgan nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari, agar vafot etgan nafaqaxo'rga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, masalan, taqdim yoshga yetganligi sababli beriladigan ustamalar hisobga olinmagan bo'lsa, uning oila a'zolari, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, turmush o'rtog'i yoki farzandlari ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilish huquqiga ega. Bu holda marhumning tug'ilgan yili va boshqa shaxsiy ma'lumotlari tekshiriladi. Agar noto'g'ri ma'lumotlar tufayli kamroq pensiya to'langan bo'lsa, yetishmagan mablag' merosxo'rlarga yoki pensiyani olib kelayotgan oila a'zosiga to'lab berilishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik marhumning pensiyasi masalasida qo'shimcha murojaat qilish mumkinligini bilmaydi va bu ularning oilaviy byudjetiga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. 2. Xorijda yashayotgan yoki doimiy ro'yxatda turmagan nafaqaxo'rlar, chegara ortida yashovchi yoki O'zbekiston hududida doimiy ro'yxatda turmagan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun ma'lumotlarni yangilash jarayoni biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda konsullik muassasalari orqali ma'lumotlarni tasdiqlash yoki ishonchnoma asosida yaqin qarindoshlar orqali harakat qilish imkoniyatlari mavjud. Pensiya jamg'armasi bunday holatlar uchun alohida tartib ishlab chiqqan bo'lishi kerak. Shuning uchun avvalo konsullik bilan bog'lanish tavsiya etiladi. Ular sizga zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxatini va harakat tartibini aniq tushuntirib berishlari kerak. Elektron pochta orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. 3. Tug'ilgan yilini tasdiqlovchi hujjatlar yetishmasligi, ba'zi eski avlod vakillarida tug'ilganlik haqidagi guvohnoma yo'qolgan bo'lishi yoki pasportdagi ma'lumotlar shu guvohnomadan farq qilishi mumkin. Bunday vaziyatda sud orqali tug'ilgan yilni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab etadi, chunki sud ishi ma'lum muddat davom etishi mumkin. Shu sababli imkon qadar tezroq boshlash lozim. Bunday holatlarda mahalla fuqarolar yig'ini arxiv ma'lumotlari,
masalan eski maktab hujjatlari, hatto 2 nafar guvohning qarindosh bo'lmagan ko'rsatmalari ham sud uchun dalil bo'lishi mumkin. Sudga ariza berishdan avval advokat yoki yuridik maslahatchi bilan gaplashib olish tavsiya etiladi. Tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan nuanslar. 1. Firibgarlik harakatlari. Afsuski, har qanday yangilik yoki pensiya jamg'armasining chaqiruvi firibgarlar uchun yangi imkoniyat yaratishi mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, bank karta ma'lumotlari, PIN kodlar telefon orqali yoki shubhali veb saytlar orqali bermang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni, ayniqsa bank kartangizning PIN kodini yoki CV raqamini so'ramaydi. Agar sizga pensiya jamg'armasi nomidan telefon qilinsa va shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rasa, darhol aloqani uzing va eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki huquq tartibot organlariga murojaat qiling. Nafaqangizga igilib bitkin qo'shiladi. Faqat karta raqamingizni ayting kabi gaplarga ishonmang. Barcha murojaatlar shaxsan pensiya jamg'armasi binosida yoki rasmiy davlat portallari, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali amalga oshiriladi. IKO ma'lumotlarning to'g'riligiga shaxsiy mas'uliyat. Pensiya jamg'armasi sizning tug'ilgan yilingizni tasdiqlashingizni talab qilar ekan. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingizga kiradi. Agar siz noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etsangiz yoki eski ma'lumotlar bilan qolaversangiz, keyinchalik yuzaga keladigan muammolar uchun siz javobgar bo'lasiz. Shuning uchun barcha hujjatlaringizning asl nusxalarini to'plab, diqqat bilan tekshirib chiqing va ularni pensiya jamg'armasiga taqdim etishda mas'uliyat bilan yondashing. Ma'lumotlar aniqligi kelajakda qo'shimcha muammolarni oldini oladi. 3. Qayta hisoblashning ta'siri. Ba'zida pensiya jamg'armasining ma'lumotlarida biron bir noto'g'ri ma'lumotni tuzatish juda kam hollarda bo'lsa-da, pensiya miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan holat bo'lsa-da, imkoniyatni inkor etmaslik kerak. Masalan, agar eski ma'lumotlarda ish staji noto'g'ri tarzda ko'proq ko'rsatilgan bo'lsa va yangi ma'lumotlar asosida u kamaysa, pensiya ham kamayishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu kabi qayta hisob-kitoblar asosan nafaqaxo'r foydasiga ishlaydi va pensiya miqdorini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Har qanday holda ham pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish va vaziyatni to'liq tushuntirib berishlarini so'rash muhimdir. Ular sizga qayta hisob-kitobning barcha tafsilotlarini tushuntirishi va agar pensiya kamayadigan bo'lsa, uning sabablarini asoslab berishi shart. 4. Murojaat muddatlari. Pensiya jamg'armasi bunday murojaatlar uchun aniq muddat belgilaganmi yoki yo'qmi? Bu ham muhim. Odatda bunday ogohlantirishlar vaqtinchalik bo'lib, ma'lum bir muddat ichida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini kuzatib borish juda muhim. Agar sizda biron bir o'zgarish bo'lsa, uni imkon qadar tezroq hal qilishga harakat qiling. Murojaatni kechiktirish sizni potensial qo'shimcha to'lovlardan mahrum etishi mumkin. Chunki ko'pincha bu ustamalar faqat murojaat qilingan oydan boshlab hisoblanadi. Amaliy maslahat: nima qilish kerak? Endi eng muhim savolga javob beramiz. Bu ogohlantirishni eshitganingizdan keyin nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar quyidagicha: 1. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasportingiz, asl nusxasi va nusxasi kerak bo'ladi. Undagi tug'ilgan yilingizni, ism-sharifingizni, otangiz ismini diqqat bilan tekshiring. Hatto bir harfdagi xato ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yangi ID kartalar egalari ham o'z ma'lumotlarini tekshirishlari zarur. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz, agar mavjud bo'lsa, uni ham tekshirib chiqing. Ba'zida eski pasportlarda yoki tug'ilganlik guvohnomalarida xatolar bo'lishi mumkin. Agar pasportingiz va tug'ilganlik guvohnomangizdagi ma'lumotlar, ayniqsa tug'ilgan yil farq qilsa, bu eng muhim masala. Sizga tug'ilganlik guvohnomangizdagi ma'lumotlar asosida pensiya jamg'armasini yangilashini talab qilish huquqi beriladi. Pensiya guvohnomangiz, undagi ma'lumotlarning pasportingizdagiga to'g'ri kelishini tekshiring. Agar farqlar bo'lsa, darhol shu masalani hal qilishingiz lozim. Mehnat daftarchasi: agar sizning ish stajingiz bilan bog'liq shubhalar bo'lsa, uni ham tekshirib chiqing. Ba'zida pensiya hisoblashda ish stajidagi ayrim davrlar, masalan, bolani parvarishlash, oliy o'quv yurtida o'qish noto'g'ri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. 2. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Siz doimiy yashash joyingizdagi yoki pensiya olayotgan tuman, shahar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak.
u yerda sizga maxsus nafaqaxo'rlar bilan ishlash bo'limi yoki ma'lumotlarni yangilash bo'limi ko'rsatiladi. Agar siz shaharda yashasangiz, o'zingiz yashayotgan tuman bo'limiga borishingiz kerak. Qishloq joylarda esa odatda tuman markazidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Qanday hujjatlar kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, asosan pasportingizning asli va nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa va ma'lumotlar farq qilsa talab qilinadi. Ba'zi hollarda mehnat daftarchasi ham so'ralishi mumkin. Ayniqsa ish staji bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlar aniqlanishi kerak bo'lsa. Agar vafot etgan nafaqaxo'rning pensiyasi haqida gap ketsa, o'lim haqidagi guvohnoma, merosxo'rlikni tasdiqlovchi hujjatlar va oilaviy rishtalarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar ham talab qilinadi. Barcha hujjatlarning asl nusxasini o'zingiz bilan olib borishni unutmang, chunki ularni ko'rsatishingiz talab qilinadi. Nima yozish kerak? Sizga namunaviy ariza shakli beriladi. Unda siz o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, jumladan tug'ilgan yilingizni aniq ko'rsatishingiz va pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni tekshirish va zarur bo'lsa, yangilashni so'rab murojaat qilishingiz kerak. Arizangizda nafaqamni qayta hisoblab chiqish va tug'ilgan yilimga oid ma'lumotlarni aniqlashtirishni so'rayman kabi jumlalar bo'lishi mumkin. Agar sizda yoshga bog'liq qo'shimcha to'lovlar hisobga olinmaganiga shubha bo'lsa, bu haqda ham arizada alohida ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, 75 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga beriladigan ustamani pensiyamga qo'shishni so'rayman. Maslahat oling. Pensiya jamg'armasining mutaxassislari sizning holatingizni batafsil o'rganib chiqib, qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkinligi yoki pensiya hisob-kitoblarida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini tushuntirib berishadi. Barcha savollaringizni berishdan tortinmang. Ulardan tug'ilgan yilingiz bo'yicha ularning bazasida qanday ma'lumotlar mavjudligini so'rang va o'z hujjatlaringiz bilan solishtirib ko'ring. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, sud orqali tasdiqlash kerak bo'lsa, mutaxassislar sizga keyingi qadamlar bo'yicha yo'l yo'riq ko'rsatadilar. Ular qaysi davlat organiga, masalan, AVDga bo'limiga yoki sudga murojaat qilish kerakligini va qanday hujjatlar yig'ish lozimligini batafsil aytib berishadi. Javobni kuting va nazorat qiling. Arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga murojaat raqami berilishi kerak. Shu raqam orqali arizangizning ijrosini kuzatishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi murojaati qo'mda belgilangan muddatda, odatda 15 yoki 30 ish kuni ichida javob berishi shart. Agar pensiyangiz qayta hisoblab chiqilsa, sizga bu haqda yozma bildirishnoma yuborilishi kerak. Unda yangi pensiya miqdori va uning hisob-kitobi batafsil ko'rsatilgan bo'ladi. Agar sizda savollar paydo bo'lsa, bildirishnomani olganingizdan so'ng yana pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, bu jarayon sizning moliyaviy barqarorligingiz va qonuniy huquqlaringizni himoya qilish uchun muhimdir. Shuning uchun uni jiddiy qabul qiling va imkon qadar tezroq harakat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugungi videoda pensiya jamg'armasining muhim ogohlantirishi, nafaqaxo'rlar o'z tug'ilgan yillarini ma'lum qilishi va shu orqali nafaqaga igna hududigacha qo'shimcha to'lov olish imkoniyati haqida batafsil gaplashdik. Biz bu masalaning sabablari, kimlarga tegishli ekanligi, real hayotdan misollar, shuningdek e'tibor berish lozim bo'lgan istisnolar va tuzoqlar haqida atroflicha tushuntirishga harakat qildik. Eng muhimi, sizga aniq harakatlar rejasini, ya'ni qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlar yig'ish va nima yozish kerakligini aytib o'tdik. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan qo'rqmang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish sizning burchingiz emas, balki huquqingizdir. Sizning pensiyangiz miqdori ko'pincha ma'lumotlar bazasidagi aniqlikka bog'liq. Agar sizda ushbu masala bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki siz shaxsan shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringiz va savollaringizni yozib qoldiring. Biz ularni imkon qadar ko'rib chiqishga harakat qilamiz va keyingi videolarimizda javob berishga intilamiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni doim birinchilardan bo'lib olishingizni ta'minlaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.